mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana signalizatsiya uстановка qilib berdik. Pultni yopsa oyna ko'targanlarga ishlayapti. Bu mashinamizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana motorni yatsaklarni xudo xolasa ketganni alishtirib to'g'irlab qo'ydik. Bitta mo'yka qildirib yuborildi motorni. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu mashina stikli podyomga qo'yib berdik. Kablolarni ham ko'rsatib o'tamiz. Svetlar hammasi ishlayapti. Faralagacha yonib o'chyapti. Magnitofonlar ishlayapti mana. Bonni tark etgan tegdi simlarni hammasini akkuratni, sifatli qilib to'g'irlab berdik. Bu mashinamizga stikli podyomga qo'yib berdik mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Bu yoq tarafga mana tushiryapti, mana ko'taryapti. Chap tarafga ham mana tushiryapti, mana ko'taryapti. Bu mashinamiz mana tablolari, signal suv sepaganlari, salon освещениялari полный full variantda ishlayapti. Hozir yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Bu mashinamizda patfanni, tormoz, zadniy svetlar yonib o'chyapti. Pultni bossang mana bagaj ochganlarga ishlayapti. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Bu mashinamizda mana nomer освещениялarigacha yonib o'chyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Eng ishkalar joyi pultni bossanglar bagaj ochganlarga ishlayapti mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana. Salonlarni mana. Bu yoqdan ham ishlaydi, kulchatirlarni ham qo'yib berdi bu yoq tarafiga mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Akkuratni, sifatli qilib full variantda ishlatib qo'ydik. Hamma ishni olsangiz salon освещениялari ham ishlayapti. Tablolari, magnitofonlari. Yana bir marta motorni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu mashinaga boshqa motor qo'yilgan mana. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, yetasizlar. Akkuratni, sifatli qilib elektr montajini полный full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni retro svarovkalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.